Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mundialgacha ko'rsatuvining navbatdagi soni siz bilan birgalikda. Bugun yana bir guruhga e'tibor qaratamiz. Bu xohlasangiz A guruhi deb atang, xohlasangiz E guruhi. Endi hamma turlicha qabul qiladi va men rasman kelib chiqqan holda A guruhi deb atashni ma'qulroq ko'rdim. Bu guruhda Fransiya, Norvegiya, Senegal hamda Iroq terma jamoalari bor. Aynan shu guruh vakillarini hozir hamkasbim Abror Jo'raqulov bilan birgalikda ko'rib chiqishni maqsad qildik. Assalomu alaykum Abror. Assalomu alaykum. Abror, birdaniga maqsadga o'tadigan bo'lsak, chunki ko'rsatuvimiz hajmi biroz kichikroq, lekin mavzu juda ham ko'p. Fransiya terma jamoasi. Fransiya terma jamoasi juda ham ko'plab manbalarda keltirilyaptiki, musobaqada g'olib chiqish uchun asosiy da'vogarlardan biri. Bu ko'pchilik tomonidan Ispaniya birinchi o'rinda aytilmoqda. Endi ayrim manbalarda biroz boshqacharoq, lekin aksarida Ispaniya va undan keyingi o'rinlarda eng katta da'vogarlardan biri Fransiya terma jamoasi. Siz qanday baho berasiz Fransiya terma jamoasiga aynan mana shu musobaqada? Men uchun ham Fransiya terma jamoasi asosiy da'vogar. Chunki ko'pchilik taxmin qilayotgani singari Fransiyani tarkibi bunga imkoniyat beradi. Tarkib o'ta yulduzlashgan, o'ta kuchli tarkib va ular birinchi marotaba birlashayotgani yo'q. Avvalgi turnirlarda ham ular bosqichma-bosqich o'ynab kelishgan birgalikda. Ya'ni avlodlar almashinuvi deyarli sezilmasdan o'tyapti. O'sha 2018-yilgi chempionligimi bo'ldi. O'sha 2022da ham finalga bordi va 2026da ham mana asosiy favorit sifatida ko'rsatilyapti bu jamoa. Raymond Domenech 10-yilgi jahon chempionatida natija yomon bo'lgandan keyin tabiiyki ketdi. 12-yil Desham keldi. 12-yildan 16-yilga qadar 10 tur yil. Desham nazarimda aynan shu mutaxassis Fransiyani yuqori darajada ushlab turdi. Aynan shu murabbiy kerak bo'lsa kimlardandir Valbuena bilan Benzemani mojarosi bor edi-ku, juda ko'p Fransiyada qanaqadir kelib chiqaveradi. Ikkalang ham kerak emasdan deb voz kechavergan paytlari bo'ldi va bu qaysidir ma'noda natija berdi. Mayli, Euro 2012 ni inobatga olmaylik. 16-yil o'zi asosan Desham kelganida 16-yilga jahon Yevropa chempionati ko'zlangandi. Finalga bordi. 18 jahon chempioni. 22 finalga bordi. Ya'ni Desham yaxshi boshqaryapti bir qaraganda. Yaxshi boshqaryapti, lekin Desham vaqti yetdimi ekan? O'zi masalan uni ketishi men uchun ham tushunarsiz holat. Hamma narsada masalan hozir Yevropa chempionatida finalga borganini aytdik, jahon chempionligini olib berdi. O'tgan yili yana o'tgan jahon chempionatida yana finalgacha olib bordi. Nega Desham ketishi kerak degan savol bor va o'zi Fransiya futbol federatsiyasi rahbariyatida Zidanga xayrixohlik ham juda katta. Futbolchilarning o'rtasida aynan Mbappe faqat Zidanni xohlaydi. Va esingizda bo'lsa o'sha Zidan boshqarmaydi deb qattiqroq gapirib qo'ygan, Zidanni tanqid qilgan federatsiya prezidenti ishdan olinganda, aynan o'shanda darhol Mbappe reaksiya bildirganda, Zidan bu bizning milliy faxrimiz, unga til tegish mumkin emas deya Mbappe keskinroq ijtimoiy tarmoqlarda bayonot bergan va federatsiya prezidenti ishdan olingan. Ya'ni Zidan juda bir hurmatsizlik ham qilinmagan. Zidan boshqarmaydi, bizda yaxshi murabbiy bor degan gaplar gapirgan. Zidan endi salgina tegib qo'ygan, o'ta keskin yomonlash bo'lmagan u yerda. Ya'ni federatsiya rahbariyatida, Fransiya rahbariyatida Zidanga xayrixohlik bor. Va Mbappe to'g'ridan-to'g'ri Makron bilan aloqada bo'lgan insonda. Mbappeni shaxsi juda katta bo'lib ketdi. Masalan, 2018-yil o'ta yosh bo'lgan Mbappeni o'sha jamoaga olib kelib, jahon chempionlik darajasiga olib chiqqanda Mbappega ishonch bildirgan ham Desham. Lekin hozir u davr bilan hozir solishtirsam, Mbappe juda bir o'zgarib ketdi. Media tomonidan ham, futbol tomonidan ham o'ta katta shaxs bo'lib ketdi-da. Keyin Mbappeni ta'siri kuchayib ketdi terma jamoaga. Desham boshidan o'sha kelgan zahotiyoq uni prinsipi bo'lgan, ta'siri kuchli bo'lgan futbolchini yo'qotish. Jamoada bo'linib olib kelmoqchi. Bu futbolchilik davridan beri Deshamda bor bunaqa narsa. U sardor ham bo'lgan u jamoada. Yetakchilikni doim o'zi olishni xohlaydi. Lekin bu yerda boshqa bir shaxs paydo bo'lyapti va meni tushunishim bo'yicha futbolchilarning ichida ham hamma Mbappe 100% bizning liderimiz degan qarashda emas. Masalan, Dembele Real Mbappeni olgandan keyin, Mbappe to'g'riroq Realga o'tgandan keyin Dembele undan katta shaxs Chempionlar Ligasini yutdi-yu. Katta shaxs oltin to'p yutdi, mana. Katta shaxs degan qarash bor. Masalan, Dembelening o'zi hali Mbappe bilan munosabati qanaqa? Menimcha Dembele juda yomon insonga o'xshamaydi u tomondan, lekin savollar bor-da klub terma jamoa ichidagilarda. Bu xalaqit qiluvchi omil bo'lishi mumkin deb hisoblayman. Xo'p, Abror, bu ichki muhit hammasi bir bo'lib, tarkibi kuchli ekanligini bilamiz. Guruhni aytib o'tdik, Norvegiya, Senegal, Iroq.
guruhdan chiqishga menimcha muammo hech kim o'ylamasa kerak bu yerda. Keling uzoqroqqa qaraydigan bo'lsak, qanchalik Fransiyaning musobaqada g'oliblikka ehtimoli va qaysi nuqtasi nisbatan kuchliroq, hujummi yoki o'rta chiziqmi yoki himoyadir? Masalan, media tomonidan qaraydigan bo'lsak, hujum chizig'i juda kuchli. Mbappesi, o'sha Dembelesi, Turam, Barkalya, Olisi, Sherki, eng bo'lmadim degani Akliushda, lekin u Monakoda juda zo'r o'ynayapti. Akliush yoki Desire Doué, hammasi yulduz. Ammo bunday tahlil qilinadigan bo'lsa, har bir chiziq juda kuchli, har bir chiziq raqobatli. Masalan, o'ng qanot himoyasida kimni tanlaydi u? Gustoni tanlaydimi yoki Kundeni tanlaydimi yoki Luka Hernandesni tanlaydimi? Chap tomonga o'tadigan bo'lsak ham ketdi. Teo Hernandes bor u yerda. Chapda o'ynaydigan himoyachilardan Teo Hernandes, Luka Din bor. Yoki markazga ko'chadigan bo'lsak, markazda ham raqobat. Boya aytdim, Upamecano, Saliba, Kanate juda mana tarkib ko'rinib turibdi-yu. Juda ham raqobatli. Faqatgina bitta joyda aniq narsa bor, bu yerda darvozada Menyan birinchi raqamliligi aniq. Bunga 100% qo'shilaman. Qolganiga lekin har qanday holatda bahslashadi, har qanday holatda futbolchi murabbiyga e'tiroz bildirib yuborishi mumkin. Nega men emas deb. Shu tomondan Fransiya agar bitta oila bo'lib birlasha olsa, Fransiyani bu turnirdan chiqarib yuborish juda qiyin bo'ladi har qanday jamoaga. Abror, bitta savol. Nega men emas degan nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir balkim Edouard Kamavinga o'tirgandir. Nega men yo'qman bu yerda? Chunki hurmatni saqlagan holda men o'zim shaxsan juda yaxshi ko'raman N'Golo Kanteni. N'Golo Kantening yoniga uncha futbolchini teng qo'ymayman, lekin bu jahon chempionati va uning yoshini bor. Yosh kattalashib qolgan. Kanteni o'rniga balkim olish mumkindir. Men bilmayman, buni muhokama qilmoqchi emasman. Rabioni o'rniga deydigan bo'lsangiz, Milanda u ham yaxshi mavsum o'tkazdi. Biroq Milan Italiya seriyasida o'ynadi, Chempionlar Ligasida biz uni hamin qadar holatini ko'ramiz. Real o'ynab yurdi. Kamavinga bu jamoaning ichida bor edi. Balki muntazam asos tarkibda emasdi, lekin yuqori darajada bor edi bu jamoa ichida. Kamavinganing tarkibdan tushib qolganligiga munosabatingiz qanday? Kamavingani tarkibdan tushib qolishi, masalan, nazariy jihatdan qarasak, o'tkazgan mavsumga qaraydigan bo'lsak, u stabil o'yin o'tkazmadi bu mavsumda. Jarohatlar ham bo'ldi. Ko'pchilik izohladiki, jarohatlarga moyilligi sababli Desham uni qoldirib ketdi deya. Lekin hech bo'lmasa zaxirada Kamavinga singari o'yinchi bo'lsa, u umuman zarar qilmasdi. Yarim himoyada istalgan vaziyat, masalan, Rabioga nimadir bo'lishi mumkin, Kantega nimadir qilishi mumkin. Manu Konedan ko'ra men yaxshi deb o'ylayman. Mana uni o'zi ham berish mumkin. Nega Kone? Nega Roma futbolchisi? Kone ham juda bir stabil, o'zi Roma bilan juda yaxshi mavsum o'tkazdi olmaymiz uni. Darvoqe, bu borada misol uchun Rabiomi, Kone deganda men 100% Rabio Kone yo'q degan bo'lardim men ham. Chunki Milandagi Rabio va Romadagi Konening ishini ko'lamini oladigan bo'lsak, Rabioniki juda katta. Bu mavsum yana qaytadan o'zini ko'rsata oldi Rabio. Baribir keyin daraja ham bor-da, mayli jarohat sababli u yaxshi mavsum o'tkaza olmagandir, stabil doim o'yin amaliyotiga ega bo'lmagandir Kamavinga, lekin darajachi ba'zi bir narsalar bo'ladi, tabiatdan o'zi insonda bo'ladi. Tabiat bergan narsani o'zi bilan u darajasi kimdandir ustunroq bo'ladi-da. Kamavingada iste'dod bor. Hozir ayni vaqtda terma jamoaga chaqirilgan vaziyatda u jarohatda emas, formada u. Ba'zi birovlar izohlayaptiki, u keraksiz ikkita Realni o'sha Chempionlar Ligasini tark etishda sariq oldi-ku. O'tgan yil Arsenal bilan o'yinda ham shunaqa bo'lgan, ikkinchi sariqni olib. Shunaqa odatlari Deshamga yoqmaydi degan fikrni bildirishyapti. Lekin uni menimcha bu narsani tarbiyalaydigan jihat, bu tarbiyalasi bo'ladigan jihatda va menimcha o'ziga ham endi katta maktab bo'ldi. Endi bu ishni qaytib takrorlamasa kerak. Qanday to'pni keraksiz vaziyatda tepib olib sariq oladigan, bu juda mayda detal. Bu ta'sir qilmaydi deb o'ylayman, lekin baribir o'sha fikrdaman. Koneni o'rniga hech bo'lmasa zaxira uchun Kamavinga zo'r variantdir. Bu o'ziga yarasha bahslashib ko'rsa bo'ladigan masala, lekin bitta futbolchi bor edi, saralash uchrashuvlarida muntazam ravishda ishtirok etgan, bu Ekitike edi. Biroq Ekitike jarohat sababli mana shu mundialni o'tkazib yuborishga to'g'ri kelyapti va uning o'rni menimcha
yopilib ketadi bemalol u yerda boshqalarning evaziga. Abror Fransiya mavzusini yopishga majburman. To'g'ri, gaplashadigan gapimiz juda ham ko'p, lekin ko'rsatuvimiz hajmi biroz kichikroq. Endi guruhdagi ikkinchi favoritlardan biri nazarimda bu Norvegiya terma jamoasi. Norvegiya haqida qanday fikrlar bildira olamiz? Norvegiya terma jamoasi o'zi Norvegiya terma jamoasi haqida men qisqa qilganim ma'qul. Uni sizdan so'rashim kerak. Xo'p, mayli. Xo'p, Norvegiya terma jamoasi mayli. O'zim fikrimni aytaman. Norvegiya o'ta tekis tarkib desak, u yerda Holland bor, lekin o'ta kuchli tarkib. U kutilmagan jamoa ko'pchilik uchun. Kutilmagan jamoa qanday uslubda o'ynaydi, lekin ko'pchilik uchun tarkibini ko'rib turib sal qo'rqinchliroq ham jamoa. Ya'ni Norvegiyaga qarshi kim chiqsa ham, bu birinchi uzoq tanaffusdan keyin endi chiqyapti, bu jamoa kuchsiz deb yondashishmaydi. Bu jamoa tajriba. Norvegiya Braziliyani yengib tarixida birinchi marta play-offga chiqqan lahza, shu bois shunaqa bayram. U yaxshi darajasida Arsenalni boshqara oladigan o'yinchi. To'g'rimi? Holland kimligini, qanaqaligini bilamiz va bunaqa o'yinchilar soni ko'p. Yulduzlik darajasi u holatda emasdir, ammo umumiy darajasi yuqori bo'lgan o'yinchilar bugungi Norvegiyada ko'proq va shu boisdan men bugungi ehtimol bor deb o'ylayman. Bunga misol uchun foizlar nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, 50% emas. 50% emas, bu taxminan 35-40lardan lavha namoyish etilmoqda. Bu saralash o'yinlari Italiyani ikkala o'yinda mag'lubiyatga uchratdi va birma-bir qarab chiqadigan bo'lsangiz, saralash bosqichida 100% natijani faqat Angliya bilan Norvegiya ko'rsatdi. Na Fransiya, na Germaniya, boshqa hech kimda yo'q. Ispaniyada ham yo'q bu narsa. Va shuni hamma bilardi. Chunki unaqa yirik hisobda baribir yutqizmas edi. Bu dahshatli hamda bu narsa faqat Italiya, xususan Fransiya ham yaxshigina muammoga duch keladi. Ehtimol bor, ikkalasi durang o'ynashi ham mumkin. Ya'ni boshqa o'yini shunaqa bo'lishi mumkin. Keyin Norvegiyada yana bitta narsa bor. Hozir o'ylab qoldim sizning gapingizdan keyin fikrim o'zgaryapti bir tomondan. Rostdan Norvegiya shunaqa jamoaki, mana hozir FIFA bitta narsa e'lon qildi. Mana shu jahon chempionatida 1200 dan oshiq o'yinchi o'ynaydi, futbolchi tarkiblarda bo'ladi. Ulardan 369 tasida adashmasam, kamida ikkinchi marta jahon chempionatida o'ynaydi. Qolganlar yangi. Mana shu Norvegiya terma jamoasi shunaqa jamoaki, hozir ularni hech qaysi o'yinchisi avval jahon chempionatida o'ynamagan, lekin mana shularning ichida eng tajribalisi, eng qanaqadir tayyori Norvegiyaga o'xshayapti. Bu bosib o'tgan yo'li nuqtai nazaridan va tarkibning kuchliligi nuqtai nazaridan. Masalan, Hollandni oldida unga o'rinbosar sifatida deymizmi yoki uni qo'llab-quvvatlovchi deymizmi, Alexander Sørloth hamda Wolverhamptondagi Jørgen Strand Larsen. Hozir Strand Larsenni o'zi ikkinchi Holland deyilyapti yoki Hauge bor edi, Bodo Glimtdagi. U ham raqobatda hozir. Zo'r o'yinchi. O'ta kuchli o'yinchilar. Hozir Norvegiya terma jamoasi, hozir men ham o'ylab qoldim, o'ta kuchli ekan. Himoya chizig'i ham masalan APLda o'ynaydigan bolalar bor, Oskar Bob bor u yerda. Yarim himoya xuddi shunday juda kuchli tarkib. Hozir mana Abror yaxshi eslab o'tyapti. Ya'ni boya Fulonni aytib o'tdim, Sulsher zaxirada o'tirardi. Hurmatni saqlagan holda aytaman, endi Sulsherni ko'pchilik yaxshi bir xotiralar bilan eslaydi. U 99dan super finaldan keyin zaxiradan tushib, lekin o'shanda ham zaxiradan tushganda Sulsher. Hozirgi holatda Flo bilan markaziy hujumchi Hollandni solishtirsa, Holland 2 bosh ustun va uning o'rnini egallash mumkin bo'lgan Sulsher bilan Sørlothni qo'ysam, men Sørlothni ustunroq deb bilaman. Sulsherni futbol o'ynab yurgan paytidan ko'ra har holda ham gavdaliroq, ham yirikroq, ham kurashlarda ustunligi bor bo'lgan futbolchi deb bilaman va bundan kelib chiqqan holda Norvegiya kuchliroq. Endi Fransiya Norvegiyani ko'ryapmiz. Nazarimda Norvegiya, siz ham hozir qo'shilyapsiz, kuchi yetadi Fransiyaga qarshi o'yinda. Bularning fonida narigi ikkita jamoani ko'radigan bo'lsak, Senegal va Iroq, xususan Senegal. Endi Iroq tajribasizroq, Iroq qit'adoshlarimiz ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz va baribir xayrixohligimiz bo'ladi qit'adoshlarimiz bo'lganidan keyin. Lekin agar vaziyatga xolisona, real bir ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, Iroq bu guruhda nazarimda outsider va guruhdan chiqish uchun yaxshiroq imkoniyatga ega bo'lgan nazarimda bu Senegal. Ham tajribaliroq jamoa,
ketma-ket mundiallarda ishtirok etib kelayotgan jamoa va bu avlod bilan qatnashib kelayotgan jamoa. Ular biladi jahon chempionati nima ekanligini, yaxshi his qilishadi. Senegalning imkoniyatlari qanchalik Norvegiya hamda Fransiyaga qarshi bahslarda Senegalning yigitlari Fransiya nima ekanligini yaxshi bilishadi. Qanaqa jamoa ekanligini ko'pchiligi Fransiyada tavallud topganlari ham bor. Boshqa tomondan Norvegiyada yo'q bo'lgan tajriba bularda bor. Senegal terma jamoasi bu mundialdagi eng katta afsus bo'lishi mumkin. Chunki 3 ochko to'plab guruhda qolib ketishi ham mumkin bo'lgan terma jamoalardan biri. Ya'ni Fransiya hamda Norvegiyani yuta olmasligi mumkin. Iroqni yutgani bilan chiqishi ham mumkin. Chiqishi ham mumkin 3-o'rin bilan, lekin 3-o'rinda 3 ochko bilan qolib ketishi ham mumkin. Ko'proq ehtimol shunga to'g'ri kelyapti. Chunki endi ehtimollardan kelib chiqsak, nariga 2 o'yin yutqazsa 0-1 bo'lganda ham -2 kiradi. Iroq juda yirik hisobda yutqazadigan jamoa emas-da. O'shanda bo'lishi mumkin. Shu uchun eng omadsiz terma jamoa bo'lib qolishi ham mumkin. Lekin ijobiy tomonlarini qaraydigan bo'lsak, u Afrika chempioni. Kubok qaytarib olingan bo'lsa ham, lekin u isbotladi. O'zlari uchun. U tizim, Senegal bu tizim. Fransiya bilan 2002damidi? 2002-yil. Birinchi debyutida Senegalda va musobaqaning ochilishi o'ynaydi. Fransiya shokka tushgan, qandaydir ustidan muzdek suvni qo'yib yuborgan o'yin edi o'sha. Bu safar ham balkim Senegal shuni uddalar. Ular Afrika chempioni, buni unutmasligimiz kerak va ular tasodifan bo'lgani yo'qda. Bu narsani Senegalda tizim bor. Va boya eslaganingiz, u yerda Senegalda fransiyaliklarga aloqador bo'lganlar bor yoki Fransiya terma jamoasida Senegalga aloqadorlar bor va o'zim Senegal terma jamoasining tarkibiga qaralsa, ko'pchilik Yevropada o'ynaydigan o'yinchilar bor. Kulibalini aytamiz yo boshqami, balkim tajriba, ulardagi uyushqoqlik, qandaydir futbolga xarislik ularga, ya'ni xarakteri yordam berishi mumkin. Fransiyaga tishi o'tmas, chunki Fransiya o'ta kuchli tizim, lekin Norvegiyaga qarshi o'yinda ularning xarakteri yordam berishi mumkin. Chunki Norvegiya ham tizim, ham xarakterliroq jamoada. Endi ular vikinglar-ku, qaysidir mana skandinavlar. Qaysidir ma'noda ularda ham xarakterni ulushi bor-da, ularning natijasida. Senegalda ham shu narsa yordam berib, agar Norvegiya bilan o'yinda durang qilib olsa, Iroqni yutib olsa, 3-o'rin bilan chiqishi mumkin, lekin baribir ikkinchi o'ringa yoki birinchi o'ringa imkoniyati kam Senegal terma jamoasi. Shunaqa deb hisoblayman. Xo'p, xarakter haqida gap ketar ekan, guruhning oxirgi jamoasiga to'xtalib ham o'taylik. Bu Iroq terma jamoasi, qit'adoshlarimiz sanalishadi va aynan xarakterni bekorga to'xtalayotganim yo'q. Shaxsiy fikrim 2002-yilgi Turkiya terma jamoasi nazarimda bu xarakter jamoasi edi va oradan bir 5 yil o'tib 2007-yil Iroq Osiyo Kubogida g'alaba qozongandi. Bu ham xarakter jamoasi edi. Ya'ni qandaydir nimanidir barchaga, o'zlariga ham, o'zgalarga ham isbotlab qo'yishga harakat qilgan va xarakter nuqtai nazaridan Iroq kuchliroq ham ko'rinadi. U Turkiya jahon chempionatida 3-o'rinni qo'lga kiritdi. 3-o'rin uchun o'yinda rekord bor edi. U yerda eng tezkor gol Hakan Shukurniki, boshqa. U yerda turk futbolchilari Yevropa futboli elitasiga biz ham eplay olamiz degan narsani messej sifatida yo'llash bor edi. Lekin Iroqda siyosiy holatdan ancha qiyin ahvolda bo'lgan mamlakat vakillari qanaqadir o'z vatandoshlariga quvonch olib kelish bor edi. Buni toshtarosi menimcha sal og'irroq ham bosadi va shu nuqtai nazardan Iroq xavfliroq jamoa bo'lib ham ko'rinadi. O'sha 2007-yilgi Osiyo Kubogida ham o'sha xarakter bilan yutib ketishgan, o'shanda ham menimcha tinchlik bo'lmagan. O'shani aytayapman. Hozir ancha tinchib qoldi. U payt unaqa emasdi. Iroq o'sha paytlarda saralash o'yinlarini o'zga mamlakatlarda o'tkazardi. Shunaqa kerak. Iroqdachi futbol birlik ramziga aylanib bo'lgan. Avvalgi turnirlarda boya esladingiz-ku. Hozir ham ular birikib, ham butun mamlakat aholisi, o'zi mamlakat ham ikkiga bo'lingan u yoqda. Ham futbolchilar o'rtasidagi birlikka aylanib ketib, qandaydir hissiyotlar rol o'ynab ular yutishi mumkin. Lekin taktik tomonlama va futbol tomonlama juda qiyin deb o'ylayman. Boya
men aylanib sizni birinchi fikringizga keldim. O'sha xarakter va hissiyot Iroqqa yordam berishi mumkin. Boshqa narsa ko'rmayapman. Xo'p, guruhdagi uchrashuvlar hozir bizga namoyish etiladi. Bizda ko'rsatuv sekin-asta poyoniga yetib bormoqda. Guruhdagi birinchi, ikkinchi tur bahslari boya aytib o'tildi. Guruhning qaysidir ma'noda final bahsi 3-tur Norvegiya, Fransiya bo'ladi. Endi ko'pincha bo'ladigan holat. Abror mana shularga qarab turgan holatda Fransiya shubhasiz guruhda birinchi deb ayta olamiz. Mana birinchi tur Senegal, keyin esa Iroq va Norvegiya sekin-sekin kuchayib boryapti. Jarayonga kirishib oladi. 3-turga qoladiganga o'xshayapti. 3-turda boya aytdik-ku, Norvegiya Fransiya o'yini ko'p narsani hal qiladi, lekin Fransiyaning imkoniyati baribir ko'proq birinchi o'rin uchun deb o'ylayman. Demak, bundan kelib chiqadigan bo'lsak, Norvegiya ikkinchi o'rinda. Ha. Senegal 3, Iroq 4. Muhtaram do'stlar, menda ham ko'proq fikr mana shunday deb degan fikr kelyapti. Fransiya katta ehtimol birinchi o'rinni qo'lga kiritsak kerak ushbu guruhda, lekin men aytib o'tmoqdaman, Norvegiyaning imkoniyatlarini ham past baholamagan bo'lardim va shunaqa ehtimol borki, taxminan menda bir 40% maksimum Fransiya Norvegiya bahsida balkim durang natija qayd etilar. Bunaqa holatda o'zaro o'yin durang natija bilan yakuniga yetadigan bo'lsa, kim to'plar nisbatan yaxshiroq amalga oshiradi. Bu yog'i juda ham qiziq. Norvegiya qarasangiz, nisbatan kuchsizroq jamoalarga gol urishni juda yaxshi ko'radigan, qoyillatib tashlaydigan Holland bor. Narigi tomonda Mbappe, Dembele, Thuram u yerda qanchasi bor. Qiziq juda ham qiziq. Mana shu yirik hisobli deganda ko'proq Norvegiyadan kutyapman nimaga? Chunki butun saralashni shunaqa o'tkazdi ular. Plus 32 bekor bo'ladigan bo'lsa, jahon chempionatida o'ta yiriklashib ketish qiyin, lekin Norvegiya buni uddalashi mumkin, chunki hujum chizig'i o'ta qanaqadir bir Fransiyadagidan solishtiradigan bo'lsa, Fransiya yorqinroq nomli, lekin bu Norvegiya 16 metrlik maydonchaga kirib qolsa to'xtatmay gol uradiganga o'xshaydigan mashinaga o'xshab qolganda, u yerda Syorlet, Haugi, Syorlet endi zaxira varianti, asosan o'sha Holland turibdi va Strand Larsen. Galyador mashinada ular. Xuddi shunday. Demak, qadrli do'stlar, biz imkon qadar bugun A guruhidagi jamoalar va ularning imkoniyatlarini ko'rib chiqishga harakat qildik. Taxminimiz deyarli bir xil bo'lyapti. Baribir guruhda birinchi o'rinni qo'lga kiritish uchun imkoniyat Fransiyada yuqoriroq deb o'ylamoqdamiz. Sizning fikringiz tabiiyki bundan boshqacharoq bo'lishi mumkin. Fikrlar turlicha bo'ladi. Yaqinda Ancelottining bir gapi menga yoqdi. Ya'ni futbol bu aniq fan emas, fikrlar har xil bo'lishi bu normal holat. Balkim sizda o'zgacharoq Iroq guruhdan chiqadi degan fikrni ham o'rtaga tashlashingiz mumkindir, lekin bizdagi fikr hozir shunday bo'lmoqda. Muhtaram do'stlar, A guruhini ko'rib chiqdik va oldinda albatta sizni keyingi ko'rsatuvlarda boshqa guruh vakillari ham kutib turibdi. Bizga esa bugun ajratilgan vaqt sekin-asta poyoniga yetib bormoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.